Domla, boya gapingizni yana bir qaytarasizmi? Qaysi gapimda? Harom haqidagi gapingizni. Albatta qaytaramiz, ming marta ham qaytaramiz. Haromdan saqlanganda Alloh saqlaydi. Siz saqlamadik. Bo'lishi mumkin emas debdi. Ne'matulloh. Siz saqlamadi, siz hozir yeganingiz qo'ydi. Mening odamlarim bir joydan o'g'irlab olib kelib pishirgandi. U harom edi. Siz uni yedingiz desa, domla aytdi, "U sizlarga harom, menga harom emas edi. Menga harom bo'lishi mumkin emas. Haromdan saqlanganda Alloh saqlaydi. Men haromdan o'zimni saqlab yuraman. Alloh menga haromni yedirtirib qo'yishi mumkin emas. Bu yerda boshqa bir gap bor. Buni surishtiringlar oxirini. Qayerdan o'g'irladi, kimdan o'g'irladi, nima bo'ldi, oxirigacha boraylik bu masalani. Meni gapim noto'g'ri bo'lishi mumkin emas. Chunki men buni hayotim davomida isbotlarini ko'rib kelyapman. Qanoatlarim hosil bo'lgan. Shuning uchun aytayapman buni. Qanoat hosil qilmaganim hech bir gap og'zimdan chiqmaydi, debdi. Keyin surishtirishni boshlashibdi. Boyagi o'g'irlab kelganlar, o'g'irlar borib qayerdan o'g'irlagan bo'lsa, bir yoshi bir joyga borib qolgan bir kampirni uyidan o'g'irlashgan ekan. Kampirga borib aytishibdi. Biz sizni qo'yingizni o'g'irladik. Uni pishirib yedik uni. Shuni haqqingizni halol qilsangiz desa, men sizlarga haqqimni halol qilmayman debdi boyagi kampir. Hech ham halol qilmayman, badduo qilibdi boyagilar. Nega halol qilmaysiz? Mana haqini ham to'lamoqchimisiz? Yo'q. Men hech qanaqasi. Chunki men niyat qiluvdim, nazr qiluvdim. Alloh azza va jallaga iltimos qiluvdim. Bir kuni bu qo'yim yaxshigina bu semirsa-da, men buni Ne'matulloh domlaga bir so'yib yedirsam, ehson qilsam deb men bunga shunday niyat qiluvdim. Sizlar buni nima qilib, men nazr qilgan qo'ydi, sizlar yeyordinglar degan. Keyin podshoh aytgan ekanki, siz haq gapni aytibsiz, domla. Haromdan saqlanganda Alloh saqlar ekan. Mana siz haromdan saqlovdingiz, biz sizga olib kelib yedirmoqchi bo'lgan harom narsamiz sizga nazr qilingan qo'y bo'lib chiqdi, degan ekan.